Mana shu bir dona toshi bitta Maz avtokranni og'ir bilan bir xil akalar. E'tiborimizda 4000 tonnali o'sha avtokran. Negativchilar to'g'risi ishonmayapti. Akalar, Google'ga shuni tersalaringizlar, to'liq ma'lumotlar kelib chiqadi. Bu 4000 tonnani ko'tarish umuman hojat yo'q. Chunki bular havo generatorlariga mo'ljallangan bo'ladi. 200 metr balandligiga 100 tonna, 200 tonnali yuklarni ko'tarib berish uchun akalar. Tushuntirib oldimmi? Mana bu yerda to'liq yoyilmagan, chunki bu ko'rgazmadan mumkin emas. Xavfsizligini oldini olib, bu lapali hali yana 2 barobar ko'p chiqadi, silasa yana ko'tarilar ekan. Shunda 200 metr balandlikka 300 tonnagacha yukni ko'tarib berar ekan. Mana xarakteristikasi akalar, qiziqqanlar bo'lsa, mana yozasizlar Google'dan, to'liq kelib chiqadi akalar. Bu yerda hali juda ko'p toshlar qo'yilmagan, lapalar ko'tarilmagan, sirlar ham ko'tarilmagan ekan. Dvigatel ikkita bo'ladi, yurish uchun alohida bo'ladi. Bu yoqda yuk ko'tarish uchun alohida dvigatel bo'ladi. Men odamlarni ko'rsa kichkina yonda. Endi bu yo'g'ini tasavvur qilinglar, bu silindrlarni. To'g'ri telefonda bu narsani ta'riflash juda qiyin. Akalar, ma'lumotga qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosish, obuna bo'lsa, ishdan chiqmasa, hamma narxiga qiziqyapti. Narxi bundan kichkinalari 2-3 million dollar ekan. Bu narxini bila olmadik, uzr. Charchamanglar, hammaga omad. E'tiborimizda zo'm million. Gap yo'q.